somonlar. Endi bu tarafdan tushishini ko'raylik. Mana holadan tomga desang, tomga ham otib o'raveradi. Adam mana solaveradi. Hammaga assalomu alaykum. Chorvador O'zkanalning ashaddiy ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Mana bugun biz Melko zavodining drabilka ishlab chiqaradigan joyiga kelganmiz. Xudo xolasa bugungi videomizda ho'l ham tanlamaydigan, quruq ham tanlamaydigan drabilkalarni udarlarini chiqaramiz. Xudo xolasa ko'rsatib beramiz. Arzonini so'raganga arzoni, qimmati, kattasi, kichigi hammasi xudo xolasa chorvadorlarimiz uchun yangiliklarni zo'rini yaratib qo'ygan. Akamiz bilan hozir salomlashib, bir qator ma'lumotni beramiz. Assalomu alaykum. Aka charchamayapsizmi? Yangiliklarni, udarlarni yaratib qo'ydi, xudo xolasa. Hozir ko'rib turay, o'zim bu tankimi bu nimaga deb turdim aka. Men obunachilarimizga endi kuttirmagan holatda birinchi bo'lib narx-navolar bilan tanishtirsa, yangiliklarni bir qator ko'rsatib, keyin video davomida ishlatib, hozir men aytaman, bunday ko'p joylarda ko'rib, drabilkalarda u balonlariga omad zo'r ishlov berib qo'yasiz. Damlanadigan balonmi ular? Xuddi shunaqa aka. Bunaqa kichkina balonlarda o'zimda ham bor-da, qiyinchilik bo'lyapti. Bunday toshtirib qo'ysa ham diqqatib qolar ekansiz-da, yerda. To'g'ri. O'sha ham zo'r yangilik, xudo xolasa. Bir boshdan shu kichkinalaridan bitta tanishtirib ketsangiz. Bo'ldi aka. Bo'lmasa shu eng arzondan boshlaymiz. Bo'ldi. Arzonini so'raganga biz arzoni ham bor. Endi arzon deganda nima? Endi unaqa ekonom qilingan yo'q. Chotki ishlashi mana. Yarasha baquvvat edi. Baquvvat. Normal qilib yasalgan. Keyin eng qizig'i aka motorga 3 oy garantiya bor. Garantiyalari bor. Ha, bularda mana 220 hammasiga 3 oy garantiya beriladi motorlariga. Ha. Xo'p, bunimizning narxi o'sha 2 million 200 ming. 2 million 200. 3 kilovat motori, o'sha olib borib berish xizmati bilan. Alyuminiy o'tga. Alyuminiy o'tga, ha. Alyuminiy o'tga. Zo'r. Xo'p, keyingimiz aka 4 kilovatlik. Buni ikkita holatda ishlatsa bo'ladi. Ha, yondan ham bemalol solib ishlatadi. Yonbosh holat. Hali uzun poyalar o'zimni yonboshdan solsa ham bo'ladi. Bunaqangi mana ruchkalari ham bor, bitta yotqizib, misol mana bitta qo'lda men shuni ishlatib nima qilyapman? Yetalaymansa, yetalamam ketaveradi. Yengil aka, kim ochib yopilishi ham bitta nimada, kurchokda ishlaydi. Qatib qo'laveradi. Setka almashtirishlari ham o'sha ichidan bo'ladi. Mana yonidan solinadigan qilinmagan, endi baribir chang chiqadi aka, ishlatayotgan. Xo'p, bunimiz aka 2 million 600 ming 4 kilovat alyuminiy o'tkaligi, 2 million 800 ming misab o'tkaligi chiqadi. Dastavkalari qanaqa bo'ladi? O'sha yetkazib olib borib berish xizmati bilan. Olib borib ishlatib ko'rsatib berasiz. Xudo xolasa aka. Bo'ldi. Xo'p, bunimiz endi kattarog'i. O'sha buni O'zbekistonda eng katta drabilka desa ham bo'ladi, 200 ming ishlaydigan. Pichoqlarni ko'rib turibsiz. Pichoqlari ham o'zgachamizda. Keyin buni aka shu somonni mana shu pachkasi bilan shuni tashlaysiz bo'ldi, u sorib ketaveradi bular. 220 lik mashina maydalab olaveradi bitta tashlaganingizda. Mana mashinchadan, masalan, bir qarashdan tashlasangiz sorib ketaveradi. Yo'q, bunaqa narsalar bo'lmaydi aka. Buni hali ko'p drabilka ko'rgan bo'lsangiz, titib tashlaydi ozgina. Bo'ldi, ha, endi bular aka o'sha nimasi bilan farq qiladi. Endi narigi bilan hozir videoda bilmadim qanaqa ko'rinyapti, lekin gabarit katta buni. Ha, gabarit katta. Gabarit katta, o'sha chiqarishi ham tezroq bo'ladi. 220 ning eng giganti mana shu. Xuddi ana shu aka, mana bunga ham katta. Buni xo'p solishdan ham qiynalmaydi, bemalol tashlayveradi ichiga. Ha, o'sha misab o'tkali motori bilan 3 million 300 ming chiqadi bunimiz. O'sha olib borib berish xizmati bilan. Ha, bunimiz bu ham o'sha 3 million 300 ming, alyuminiy o'tkali 3 million 100 ming chiqadi. Ha, bu misab o'tka, alyuminiy o'tka farqi endi. 200 ming farqi bor orasida. Ha, keyin buni ham masalan ikki xil varianti bor. Mana yonboshlaydigan holati, yonboshlatib ishlatsa ham bo'ladi buni. Ha. Ha, bunimizni mana shu holatda ishlaydi. Buni mana chiqish joyi kattaroq. Bu endi mononimiz aka, buni kichkinasi. Ha, buni kichkinasi. Ha, bular endi aka 450 diametrda bo'ladi, mana past tomoni. Bunisi 400 bo'ladi. Ishlovlari mana bunaqa zashtalar, nimalar chang urmaslikka qilingan ekanda, bitta zazor bilan, ha. Bular tepaga umuman qaytarmaydi aka changni. Ha. Bunimiz 4 kilovat alyuminiy o'tkaligi bo'ladi buni. 2 million 600 ming alyuminiy o'tkaligi chiqadi, 2 million 800 ming misab o'tkaligi chiqadi aka. Olib borib berish xizmati bilan. Xo'p, bunimiz 4 kilovat misab o'tka motor qo'yilgan. 4 kilovatli, ha. Vakuumli, o'sha 5 metr 6 metr nima masofaga otib beradi. Bitta xonaga bunday teshib turib, bitta tiqib qo'yib, bemalol Ha, unaqa. Mayog'ida ish tiqilaveradi, xohlasa tomga ham ochib qo'ysa bo'ladi aka.
o'zingizga xalaqit bermaydi-da endi bu narsa. Ha, mayda ishlayotgan odamga chang bo'lmaydi-da. Xo'p, bunagi narxi 4 million so'm chiqadi. Faqat mana shu shlangi отдельный bu komplekt kirmaydi. Отдельный kompleks kirmaydi. Endi bitta shu yerda savol. Mana shu shlangi hozir necha metrli? 4-5 metr bo'lsa kerak. Buni yana ham uzunroq qilishning imkoniyati bormi? Bunga kuch kelmaydimi shunday? Yo'q, 6-7 metr qilsa bo'ladi aka, men tashlab beraveradi. Yana 3-4 metr qo'shsa bo'laverar ekan. 7 metrgacha garantiya beramiz aka. Bo'ldi gap bu. Buni narxi 4 million so'm, 4 kilovat misam o'tkaligi. Obunachilar bittadan laykni bosib, kommentariyada aytganimiz otasiga rahmat deb kuzatib turinglar. Boshidan ham sizlarga kuttirmagan holatda narx-navolar bilan tanishtiryapmiz. Hozir bularni ishlab chiqarishni ko'rsatib beramiz va xudo xolasa drabilchalarimiz udarlaridan. Bunisi-chi. Xo'p, aka, bunimiz 11 kilovat, 380 da ishlaydi bu. 380 Ha, buni gigantlariga o'tdi. Ha, bu kattamizni 220 ligi ham bor. 380 ligi ham bor. Ha, 220 ligi ham bor. Xuddi mash korpusi 220 ligi ham bor. Endi u sotilib ketgan hozir. Bitta bunimizdan zakas qilsa yasab beriladi. Xudo beramiz. Chiqadi. Ammo u uchun tok vashi zo'r bo'lish kerak. 220 dan baland bo'lish kerak. Pastlikka 220 ishlamaydi bunda. Xo'p, bunimiz 220 4,5 million chiqadi. Undan keyin 5,5, 7,5, 11 kilovatgacha motor qo'yib beramiz. Bularni o'sha nimasiga qarab, motorga qarab narx chiqaveradi. 11 kilovatligimiz 9,5 million chiqadi aka. Shunda 9,5 millionning ichida bu shlanchi ichida emas. Yo'q. Drabilgan o'zi o'sha to'rtta setkasi bo'ladi. Mana zaslonкасы yem chiqaradigan, keyin shit zashtasi bo'ladi. Shit zashtasi. Bunimiz alohida ketadi. Zakas qilishsa, mashina komplekt bo'ladigan bo'lsa, mana shu shlanchalar bilan qanchaga chiqadi? Endi hisob-kitob qilamiz aka. Aloqaga chiqsa, ular buni ikkitali variantlarini ham somonga ham chiqarib beraverasiz. Ha, somonga ham, donga ham chiqarsa bo'ladi uni. Bo'ldi yani. Muammo yo'q. Bu tankimiz endi bu tankimizni tanishtiring. Xo'p, bunimiz aka 15 kilovat. Motor turibdi bunda. Ha. Bitta pressda o'sha 10 sekund atrofida chiqarib beradi. 10-15 sekund atrofida chiqib maydalab beradi. Xo'p, buni ham o'sha bochkalari bo'ladi komplektida. Narxi 15 million so'm chiqadi aka bunimizni. Buni emasdan shuni nima qilib turib, o'shaqa zambarada o'qidaqa otib yuborar ekanda, xudo xolasa. Endi ochiq qarasa ko'pchilik aytishi mumkin, somonni isrof qilib. Endi biz ko'rsatishimiz kerak uni. Ko'rsatib berilmasa bo'lmaydi. Bu katta fermalarga, bu bitta ikkita mol uchun mo'ljallanmagan. Katta fermalarda vaqtni ham ekonom qiladi. Yani bitta solganda tez ishini bitiradi-da. Bunimiz narxi qancha endi? Narxi 15 million chiqadi aka buni. 15 million. Bunimiz ham boshqacha narsa ekan, bu. Bu endi o'sha somon pressladi, butun tashab qo'yishadi, o'zi tortib turib tashab ketaveradi aka. Bu bunaqasiga vakuumniki endi bu ham, tepaga chiqarib. Ha, tepaga chiqarib, bu ham o'sha 6-7 metr, 8 metr shlanka bilan bemalol tashab beraveradi. Anaqa bochka qo'yilsa aka, bunday somon bilan mana havoni ajratib beradigan bochkalar qo'ysa, yana yerga tushirib beradi. Bunga ham hozir endi bu turbani o'rniga shlanka ulasa ham bo'laveradi-da. Yo'q, bunaqa shlanka aka 150 ligi juda muammo bizda topish. Ha, o'zi yo'q-da bunaqalar. Ha, unaqa narsalar 100 likgacha bo'ladi bu. Buni endi o'sha 150 buni diametri. Iloji endi asosan mana shunaqa narsa ekanda endi. Ha, montaj qilsa bo'ladi aka, u muammo narsa emas, arzon keyin. Mana unga qaraganda. Bunimizning narxi qanaqa? Xo'p, bunimiz 17 million so'm chiqadi aka. 17 million. O'sha mana sikloni bilan keyin shit zashtasi mana shu holatda bo'ladi. Bo'ldi ham. Bu qizilimiz endi. Bunimiz ana prosto endi bu 9 yil 10 yil bo'ldi adashmasam buni ishlab chiqarganimizga. Bular endi 8 yil baribir ish ketyapti-yu. Bular endi mana 1 metr 2 metrga tashlab beradi xolos. Bunimiz 11 kilovat 9,5 million chiqadi aka narxi. Nechta pichog'i bor buning ichida? Buni aka 30 tadan oshiq, 30 ta 40 ta bo'lsa kerak. Bu ham baribir baquvvat narsa ekan-a baribir. Ha, bir pas chiqaradi aka somonlarni. Endi xudo xolasa bizni kuzatib tursalaring, bir qator hamma drabilkamizni ishlatib, sizlarga ko'rsatib beramiz. Yoki kichkinasidan tortib hammasini ishlatib ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa aka. Katta bo'lmasin. Katta bo'lmasin. Xo'p. Somon chiqaramiz o'zi. Ha? Mayda setga qo'yaylik. Pul arzonidan mana birinchi chiqadi. Hozir qanaqa setga turibdi aka ichida buni? Xo'p, ichida mayda setga o'sha qo'ybob razmeri turibdi aka. Qo'ybob razmerida. Mana razmeri. Xo'p, keyingimiz aka shu ho'l chiqaramiz bunda, bu 4 kilovatligimizda. Birinchi somon chiqarib ko'ringchi, razmerini bitta ko'raylikchi aka. Aha, xo'p.
ana bo'lmasa, fontan qilib oldim. Setkasiz jual poyani tutunlar. Setkasiz variant. Agar xohlasalar setka solib ishlatishlar mumkin. Bo'ldi ham chiqarsa bo'ladi-ki, endi juvori poya juda qayishqoq bo'ladi o'zi aslida. Maka poya bo'lganda burda qo'yadi. Ha, makka poyalar endi oson aka, uni chiqarsa bo'ladi. Juvori poya jicha qayishroq. Endi bunda somon chiqaramizmi? Keyingimiz aka, bunda bitta somon chiqarib ko'rsatamiz. Chiqarib ko'ramiz, ha? Aha. Buni olma naporicha balandroq aka. Mahvotra, ana bo'lmasa. Ha, qasasni ham o'zlaring ko'rishlaring. Qasab ko'rishni o'zi tortib ketaveradi. Bo'ldi. Nima chiqaramiz aka? Hop. Bunda ham somon chiqaramiz aka. Mana o'zlaring ko'rlaring tevaga umuman urgani yo'q chang. Yo'q, tepagacha chiqmaydi aka. Buni o'sha tepadan tashab turishsa bo'ldi, tortib ketaveradi. Tepadan namorat qovog'i tortarganda. Bitta xonadonda bitta shunaqani biravita bo'ladi. 15 ta hayvoningizni xotirjam kunlitib, misol o't qashayini, dondun, buni donga ham nasatchalari bo'ladi. Ha, to'kimiz 220 aka, faqat o'sha tashab turilsa bo'ldi tepadan, o'zi tortib ketaveradi. 220 ga ishlaydi. Yurgizamizmi? Xo'p, bunimiz endi mana shuni kichkinasi aka. Xo'p, bunimiz narxi 2.600.000 chiqadi. Uni ham bitta yurgizib bering, bitta qolib ketmasin bu yer. Tagimda uni shlangan olib qo'ying. Bunisidan ham, ho'lda ham chiqarsalar ham bo'laveradi. Hammasida molbop nasatchalar turibdi. Xo'p, aka, bunimiz vakuumli. Bundan nima chiqarib ko'rsatib beramiz? Somon. Bunda ham somon chiqarib ko'rsataveramiz. 220 aka. Ha, 220. Turbasini o'zim ushlab turaman. Turbasini o'zi Uchini o'sha, uchini. 3 qo'limda. Qani? Osmonga ham otsa bo'laveradi. Mana shunday osmonga qistiribdi. Somon olib kelib olasiz. Ha. Bo'ldi, somon olib Somonimiz somonimiz qolmabdi aka. Ha, somon olmabdi. Hop, birdan bitta olib kelamiz. Mana vakuumli variantimiz. Boshqa xonaga olasanang, tomga istasanang, tomga ham otib bo'laveradi. Ba'dan mana qolaveradi. Bu tarafda umuman chang yo'q, hamma yo'q. Bular aka o'sha mayda razmer qo'yilgan setkasi deta 2 sm qilib chiqarib berdi. Mayda razmer. Bularning aka hammasida o'sha mayda katta razmerlar bo'ladi. Bemalol almashtirib ishlatsa bo'ladi. Nima qilsam bo'ladi. Hozir endi ishlab turibdi, mayin setkasi uni bilinaman turibdi. Ha, 20 lik setka qo'yilgan aka bunga. Keyin bular setkasi kurgovoy bo'ladi. Narxi nechi pul buni? Bunimiz narxi 4 million so'm chiqadi aka, o'sha dastavkasi bilan. Endi buni 3 bazani yurgizamizmi? Aha. 3 bazali, mahaviylik, malatgovoylik drabilkamizni endi yurgizib bitta ko'rsatib beramiz. Gigantlar. Hozir asli mana bu bunker boshqa bunker. Mana apostan ham bunda ko'rsatib berdi. Ha. Bunker boshqa qizil. Prosta mana shunga tushirib ko'rsatib berish maqsadida bunga ulab qo'ydik. Bitta yurgizib somon solasizmi, nima solasiz bitta ko'rsatib bering aka. Bo'ldi. Buni ichida ketayotgani ham ko'rinadi mana, aynalik.
Mana shu yerda sizlarga ko'rsatib turaman. Bu aslida chang ushlab oladimi? Yulduz opa. Ushlab qoladi. Suvda ketyapti tomonga. Endi bu tarafdan tushishini ko'raylik. Qop tutib qo'yasiz, mana bundan tushib boraveradi. Chang hamma u maqsadda o'zida qoladi endi mana. Mana aka chiroyli qilib bitta nimaga tushirib beradi-da bu. Mayin holatda chiqaribdi. Ha, endi buni o'rtacha razmeri bu. Ha. Bunda mayli ham bor. Bormi bundan ham mayin? Ha, bunda mayli ham bor. Hozir mana shu qo'ylarga bo'ladi aka. Endi kilolab somon sotishyapti-ku, o'shanga 8 lik, 6 lik setga qo'yilsa ham bo'ladi. U вообще mayda bo'ladi. Ha, tushunarli. Xitoyni yig'iladigan Melko zavodi mana shu bo'ladi. Mana. Yorib. Endi bunda nima chiqarsa bo'ladi aka, ayting. Xo'p, bunda o'sha yem, don, bug'doy, shunaqa somon, sholi pres, mosh pres shunaqalar chiqarsa, hammasini chiqarsa bo'ladi aka. Ha, bu endi fermer xo'jaliklariga tavsiya qilinadi. Ha. Mana buni endi nafaqat fermerlarga, balki Birorta chang yo'q. Ha, bemalol aka, buni narigini ham tavsiya qilaveramiz. Ular unda ham masalan o'sha karton, polistrol, pokelar bo'ladi-yu, o'sha narsalardan maydalab chiqarsa bo'ladi. Mana unda gazobloydi, penobloydi, mayda chudasini ham chiqarsa bo'ladi deyapti. Ha, o'sha poke bo'ladi-yu. Apilka. Ha, o'sha katta pokelar maydalab turib, qayta ishlash qilsa bo'ladi-da bunda. Endi Nafaqat chorvadorlarga, ishlab chiqarish tadbirkorlarga ham tavsiya qilinadi. bo'lisin, ha? Buni ham yuz ko'rsatib beramiz. Ulab olamiz-a to'kini. Ulab olamiz. Yo'llarni tashqarida fantaziyani mazza bo'ladi. Ishlarsa yo'q. 15 sekundga ham bormadi bu. 3 sekundda tugadi. Bu haqiqatda to'xtaydi u bezlik. Aynan shu. narxi nechi pul narxi bularni? Narxi 15 million so'm chiqadi. 15 million so'm mana. Buni nimalari bor? Qo'shimcha. Qo'shimcha anaqa bochkasi bor aka, o'sha bochka orqali yerga tushirib beradi. Bu qizil bochkasi mashiniki, mashiniki. Yo'q, buniki emas, endi o'shanga o'xshaydi. Qilib beriladi. Ha, qilib beriladi. O'shanga o'xshash. Aha. Hop, keyin bitta xonani to'g'irlab qo'ysa ham bo'ladi. Ha. Mana hurmatli obunachilar, iloji boricha hammasini ishlatib ko'rsatib berishga harakat qildik. O'zlaring ko'rib turganlaringdek yangiliklarni, udarlarni qilib qo'ygan akamiz. Bunaqangi mana shilanjali men mashinasiga вообще ishqiboz bo'lib qoldim. Ekranda nomerlar qoldirib qo'yamiz, bemalol telefon qilib, yana sizlarga bitta imkoniyat. Internetlarda bir nimalarda ko'rib pozalaring, bironta boshqacha shaklda bo'lsa, boshqacha usulda bo'lsa, akamizga rasmini tashlab, shu narsani yasashni ilojisi bormi desalaring, imkoniyat bo'lsa, shuni ham yasab berish imkoniyati bor ekan. Bemalol aloqaga chiqib, bizning kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab tursangiz, bundan chiroyli, manfaatli videolar qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.